eshikdan kiraverishga shunday chiroyli dekoratsiyalarni joylab berganmiz. O'zingizni sohil bo'yida, tog' bag'rida dam olayotganini his qilasiz. Xonamizga kelsak, xonamiz 3 uylikka 1 uylik. Bu yerga tushda joylab berganmiz. Ko'radimi? Chotki. Taraflar har doimgidek chekada, sababi bu yerdan suv tushganda tepadan suvlar bu yoqqa chachiramaydi, hammasi shu yerdan bu yoqqa tushib ketaveradi. Bu yerda rakamini joylab berganmiz. Rakinani joylashtirish biroz qiyin bo'ldi, sababi eshigimiz chekada emas, o'rtada edi. O'rtada bo'lgandan keyin bu yerga rakina qo'ysak ham eshikdan chiqib qoldi, bu yoqqa ham qo'yib bo'lmadi. Shundan rishina qilib eshikni bu chekkaga oldik, areston joyladik, bu yerga kir mashinani joyladik, tahorat olish uchun maxsus joy qildik. Ko'rganlaringdek o'ta qulay. Zo'r bo'ldi mana. Suvlarni ishlab beramiz. Zo'r. Razmeri 60 ga 40 sm bo'ldi. Bundan keyin mana porchkamiz va porchka juda katta joy egallab turgan edi. Buni ham maksimalni tugashi o'ynan joylayib, rakina joylab berganmiz. Ko'rganlaringdek 60 kapni ikkita joylashtirilgan. 120. Bu yerga endi o'zimizda oddiyroq ekonom variantda oyna qilmasdan parda to'sib turamiz. Tokchalarni berganmiz 40 ga 70. Havo aylantiruvchi ventilyatsiyalar bor. LED lampalar ikki tomondan. Ko'ryapsizlar? Eshigimiz 75 sm. Sababi kattaroq qo'yish kerak, chunki avtomatik mashina sig'may qolish ehtimoli bor. 75 sm eshiklarga sig'averadi, xotirjam sig'adi. Keyin buni trapini kanalizatsiyasini chekkaga joylaganmiz. Shu yerdan shu yergacha 80 sm chiqadi. Po'lat qanotdan avtomatdan sig'averadi. Bu yerga tepadan tushishi uchun bochkaga avariyaliklarni qo'yganmiz. Tepada ham bor. Aristonlar уже isayapti. Endi sizlarga buni ishlashini ko'rsatib beraman. Hoppa. Yaxshi. Yaxshi. Hozir ko'rasizlar, shu qayergacha boradi. O'zi mana shu bu yerdan da qo'yishgan yo'q. Qana shunaqa ketyapti. Hop yaxshi. Endi tepa qismini ochamiz. Hoppa. Shunaqa samiz xizmatlarimiz bor. Bizga bu joyda korobkani o'zini topshirgan. Biz buni noldan elektromontaj, santexnika, suvoq va dekoratsiya hammasini o'zimiz qilib topshiryapmiz. Agarda shunaqa joylaringiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib, ochib yozib, xizmatlar aytishlaringiz mumkin. Master Bobur yangilari hali oldinda. Ko'rishguncha.